Sure A'raf tercümesi 1. ayetten başlap okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim, Sad. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kafirlarni agahlandırışın, müminlerge vaz nasihat kılışın için bu kitap, yani Kur'an sana nazil kılındı. Onundan, yani onu tebliğ kılışta kavminin onu inkar kılışıdan ensirep yürükün sıkılmasın. Ey insanlar, sizler Rabbinla tarafından sizlerge nazil kılıngan kitapka, yani Kur'an'a ergişinler. Allah'ını koyup cinlardan ve insanlardan boğan, sizlerini azdırdıgan dostlarga ergeşmenler. Sizler vaaz nasihatini az kabul kılısılar. Biz nurgun şehir ahalisini halak kıldık. Bizning azabımız ularga keçisi yoki tushdiki uxlayotgan chaqlarida keldi. Bizning azobimiz kelgan chaqda ularning chekkan faryodi biz haqiqatan zolim edik deyishdan iborat bo'ldi. Biz albatta payg'ambar avatgan ummatlardan, payg'ambar avatilgan ummatlardan payg'ambarlarga tabliğ qildingmi? Sizlar qandoq javob berdinglar deb so'raymiz. Payg'ambarlardanmi albatta Alloh topshirgan vazifani ado qildinglarmi deb so'raymiz. Qiyomat kuni ularning ahvolini ularga haqiqiy bilish asosida aytib beramiz. Biz ulardan ayrılmagan edik. Yani ularning hamma ahvolidan xabardordurmiz. Bu kunda bendilerning yaxshi yomon amallarining o'lchinadiganligi haqdir. Yaxshi amallari eg'ir chiqqanlar nijot topquchilardir. Yaxshi amallari yenik chiqqanlar bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari tufaylidan o'zlariga ziyon solg'uchilardir. Şübhəsiz ki, sizlerni ziminde yerleştirdik. Ziminde sizlerge turmuş lazimetlerini payda kıldık. Sizlerge Rabbinlarning muşundak nimetler bar turuqluq, onunğa nihayet az şükür kılsılar. Şübhəsiz ki, biz sizlerni yarattık. Andın sizlerni şekilge kirgizdik. Andın periştilerge. Sizler Adem'ge hürmet bildiriş yüzüsüden secde kılınlar dedik. İblis'tin başkası secde kıldı. O secde kılgıçlardan bulmadı. Allah İblis'e seni secde kılışka buyurgan çığımda neymiş ki secde kılmadın dedi. İblis, men onundan artık meni ottan onu laydın yarattın dedi. Allah İblis'e etti. Sen bu yerden, yani cennetten düşüp ket. Bu yerde özünü çoğun tutuşunga bulmaydı. Yok al. Sen hakikaten peskeşlerdin sen. İblis, bana kişiler kayta terildirildiğin güngiçe, yani kıyamet güngiçe mühlet bergin dedi. Allah sana mühlet verildi dedi. İblis etti. Meni azdırganlıqın sebeplik ula, yani Adem aleyhisselam ve onun avladığı vesves kılış üçün çokum doğru yolun üstüde oldurman. Andın ulağı çokum aldıdın, arkasıdın, oңdın, soldın hücum kılıman. Ulanın köpçilikinin nimetinge şükür kılgıcılar emestikini görsen, Allah etti. Cennetin ayıplengen ve rahmetimden mahrum kılıngan aldı çık. Ulanın içinden sana ergeçkenlerini koşup hem mınla bilen çokum cehennemni toldurman. Ey Adem, sen ayalın bilen ikkinla bille cennet turunla. Cennetin meyvellerden halığınınlaçı yanla. Bu derekki yıkınlaşmanla. Onunla yıkınlaşsanla zalimladın bulup kalısılar.
Ondan şeytan ulanın yepilik avretlerini içip etiş için, ulanın yepiklik avretlerini içip etiş için ulağa vesves kıldı. Şeytan etti. Rabbinlarning sizlarga bu daraxtning mevasini yeyishni man'iy qilganligi faqat sizlarning farishta bo'lib ketmasliginglar yoki jannatda mangu turib qolmasliginglar uchundir. Shuningdek, ularga men cho'qim sizlarga sodiqman deb qasam ichib berdi. Aldamchilik usullari orqali ularni yuqori martabadan tuvan martabaga tushirdi. Daraxtning mevasini yegandan keyinla ularning avratlari ichilib qoldi. Ular jannatdagi daraxtlarning yaproqlari bilan avratlarini yepishga kirishdi. Ularning Rabbi ularga koyib. Men sizlarga bu daraxtni, ya'ni mevasini yeyishni man'iy qilmaganmidim? Shubhisizki şeytan sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir demaganmidim deb nido qildi. Ular, Rabbimiz, biz özümüzge özümüz zulüm kıldık. Eğer sen bizge mağfiret kılmasan, bizge rahim kılmasan, biz çokum ziyan tatqışılardan bolimiz dedi. Allah etti. Sizler bir-birinlarga, yani şeytan insanga, insan şeytanga düşman bolgan halda düşünler. Ecilinler bitkenge kadar yeryüzüde tursizlar ve onundan faydalanırsizlar. Allah etti. Yeryüzüde yaşaysizlar, yeryüzüde ölüsizlar. Kıyamet günü yeni yer astıdan çıkarılsizlar. Ey Adem balları, sizlarga biz hakikaten avratinglarni yapadigan libasni ve zinnetlenadigan libasni tushirdik. Taqvodorlik libasi eng yaxshidir. Ana shular, yani insan ballarına satır avret üçün libas yaratkan, ulanın ibret elişi üçün Allah'ın bendilerine boğan fazlı merhametini gösteren alametlerindendir. Ey Adem balları, şeytan sizlerinin ata analarını azdırıp cennetten çıkarıvetkendek sizlerini mi azdırmışsın? Şeytan ulanın avretlerini özlerine köz üçün kiyimlerini salgızıvetken idi. Yani ulanın yalanaç bulup gelişine şeytan sebepçi boğan idi. Şeytan ve onun kol astıdakileri silahını köreleydi. Silah ulanı körelmeysizler. Şüphesiz ki biz şeytanlarını iman etmeydiganlarının dostu kıldık. Ula, yani müşrikler birer yaman işini kıygan çaklarda atı boğullarımızın muşunda kıyganlıkını köygen idik. Allah bizni mi şunda kılışkı buyurgan deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağı etkin ki Allah bendillerini hakikaten yaman işki buyurmaydı. Özlerinle bilmeydiğin neslerini Allah namıdın yalgan eytamsile. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Etkin ki Rabbim beni adil boluşku buyurdu. Her secde kılganda bütünley Allah'a yüzlününla. Allah'a ihlas bilen ibadet kılınla. Sizler Allah dəsləbdə peyda qılğan halatınlarda əsliga qaytısılar. Allah sizlərdən bir guruhni hidayet qıldı. Yani bir guruhga gumraqlıq tegişlik boldu. Çünki ular Allah'ını qoyub şeytanlarını dost tutdu. Şundaq turuqluq ular özlərini doğru yolda deb güman qılıdı. Ey Adem balları, her namaz vaxtida yoki tavab vaxtida avratinglarni satr qilib turadigan kiyiminglarni kiyinglar, yenglar, ishinglar, isrof qilmanglar. Allah isrof qilguvchilarni haqiqatan yoqtirmaydi. Aytqinki, Allah bandalar uchun yaratgan liboslarni
shirin, pak rizqlarni kim harom qildi? Aytqinki, ular bu dunyoda mu'minlar uchun yaratilgan, garchi ularga kuffarlar shirik bo'lsa-mu, oxiratda bo'lsa mu'minlarga xosdir. Allohning bir va shirik yo'q ekanligini biladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, Rabbim oshkora va yo'shurun yomon ishlarning hammasini, gunohlarni, kishilarga nohaq chiqilishni, Allohning shirki bo'lishqa, Alloh hech qanday dalil tushirmagan narsalarni Allohga shirik keltirishni, o'zinglar bilmaydigan narsalarni Alloh nomidan qalaymaqon so'zlashni harom qildi. Har bir ummatning halok bo'ladigan muayyan vaqti bo'ladi. Halok bo'ladigan vaqti yetganda ular birdammi ilgari keyin bo'lmaydi. Ya'ni darhol halok bo'ladi. Ey odam bolalari, ishinglardan mening oyatlarimni sizlarga bayon qilib beradigan payg'ambarlarim kelganda taqvodorlik qilgan va amalini tuzatganlarga qo'rqinish yo'qdir. Ular g'am andish qilmaydi. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar, uningga iymon etishga gadan kechlik qilganlar do'zax ahlidir. Ular hamisha do'zaxda qolguchidir. Allohga yolg'on chaplagan yoki uning oyatlarini inkor qilganlardanmi zolim kishi bormi? Ular lavhul mahfuzda yozilgan rizqdan va ajaldan o'z nasibini ko'rdi. Hatto bizning farishtalarimiz ularning jonlarini elish uchun kelgandimi, ularga Allohni qo'yib ibodat qilgan ma'budlaringlar qayerda deydi. Ular bizning g'oyib bo'lib ketdi deydi. Ular kafir bo'lganliklariga o'zlarining ziyniga guvohlik berdi. Ya'ni kafir bo'lganliklariga iqro qildi. Alloh oyatlarini inkor qilganlarga aytdi. Sizlardan ilgari o'tgan jinlardan va insonlardan bo'lgan kafir ummatlar bilan birlikda do'zaxga kiringlar. Har qanday bir ummat do'zaxga kirgan, u o'zidan ilgariki ummatga uningga ergishib gumroh bo'lganlik uchun la'nat o'qiydi. Ularning hammasi do'zaxga kirib bo'lib jamlashganda, ularning ichidagi keyin kirganlar, ya'ni ergashkuchilar, ilgari kirganlarga, ya'ni boshliqlarga qaratib, ey Rabbimiz, bular bizni ozdirgan, ularga 2 asli do'zax azobi bergin deydi. Alloh hammaga 2 asli azob berildi, lekin sizlar azobning dahshatini bilmaysizlar deydi. Ularning orasidagi ilgarikilar keyinkilarga, sizlarning bizdan hech qanday ortiqchiliginglar yo'q. Ya'ni gumrohlikda va azobga tegishli bo'lishda biz bir-birimizga o'xshashmiz. Qilmishlaringlar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Shubhisizki bizning oyatlarimizni inkor qilgan va ularga iymon etishga gardankashlik qilganlarga osmonning darvozasi ochilmaydi. Ya'ni ularning yaxshi amali va duosi qabul bo'lmaydi. Toki to'ga yingnining to'shkidan o'tkicha ular jannatga kirmaydi. Ya'ni ular hargizmi jannatga kirmaydi. Gunohkorlarga mushundoq jazo beramiz. Do'zaxda ularning ostiga soladigan ko'psimi o'tdan, ustiga yepinadigan yo'tqinimi o'tdan bo'ladi. Zolimlarga mushundoq jazo beramiz. Iymon etganlar va yaxshi amallarni qilganlar, kishini faqat kuchi yetadigan ish qilib taklif qilamiz. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda hamish qoladi. Ularning ko'ngillardagi o'chmanliklarini elib tashladik. Ya'ni jannatga kirganlar orasida o'zaro og'riq adovat bo'lmaydi.
ularning saroylari ostidan jannatning o'stanlari iqib turdi. Ular jami hamd sana bizni bu ne'matlarni hosil qilishga yetaklagan Allohga bo'lsinki, Alloh bizni yetaklamagan bo'lsa, to'g'ri yo'l topmagan bo'lardi. Haqiqatan Rabbimizning payg'ambarlari bizga haqni ilib keldi deydi. Ularga qilgan amalinglar uchun sizlarga berilgan jannat mana mushu deb nido qilindi. Ya'ni farishtalar shundaq deb nido qildi. Ahli dovzaxga biz Rabbimiz bizga va'da qilgan narsani haq topdik. Sizlarmi Rabbinglar va'da qilgan narsani haq topdinglarmi deb to'laydi. Ular ha deydi. Shuning bilan bir jakarchi ularning orasida mundaq deb jakarlaydi. Zolimlarga Allohning la'nati bo'lsin. Zolimlar kishilarni Allohning dog'dam yo'lidan to'sidi. Uning agri yo'lda bo'lishini tilaydi. Hamda ular oxiratga ishonmaydi. Ularning orasida bir to'smin bo'ladi. To'smining ustida A'rafda ahli jannat va ahli dovzaxni ularning siymasidan taniydigan odamlar, ya'ni ahli A'raf bo'ladi. Ular ahli jannatga sizlarga omonlik tilaymiz deb to'laydi. Ular jannatga kirmagan, ammo kirish umidida turganlardir. Ularning ko'zlari ahli dovzax tarafga burilganda, ey Rabbimiz, bizni zolim qavm bilan birga qilmag'in deydi. Arabtikilar, ya'ni yaxshiliklari bilan yomonliklari tang bo'lib qolgan, jannatim emas, dovzaxtim emas kishilar siymasidan tonildigan dovzaxi odamlarga, siymasidan tonib oladigan dovzaxi odamlarga to'plagan pul mollaringlar va takabburliqinglar sizlarga nimaga asqatdi deb to'laydi. Arabtikilar dovzaxiylarga mu'minlarning fikrlarini ko'rsatib turib, sizlar Allohning rahmatiga erisholmaydi deb qasam qilgan kishilar mushularmi? Mana bularga jannatga kiringlar, sizlarga kelgusidan qo'rqinish yo'qdir. Sizlar g'am andishida qolmaysizlar deyiladi deydi. Ahli dovzax ahli jannatga suvdan yoki Alloh sizlarga bergan ichadigan narsalardan bizga bir oz quyib bersanglar deb to'laydi. Ahli jannat ularga javoban, Alloh ularni kofirlarga harom qilgan deydi. Kofirlar dinlarini masxara va o'yinchiq qilib oldi. Ularni dunyo tirikchiligi oldi. Ularning bugungi kunga muloqot bo'lishni unutganliklari va bizning oyatlarimizni inkor qilganliklariga o'xshash, biz bugun ularni unutamiz, ya'ni ularni dovzaxda qoldiramiz. Ularga kitob, ya'ni Qur'on berdik. Uni, ya'ni Qur'onning ma'nolarini bilish asosida bayon qildik. Uni iymon etgan qavmga hidoyat qildik. Ular, ya'ni kuffarlar faqat o'zlariga va'da qilingan azobning natijasini kutadi. Uning natijasi kelgan kuni, ya'ni qiyomat kuni, ilgari kitobga amal qilmaganlar Rabbimizning elchilari haqiqatni elib kelgan edi. Biz ularga iymon etmabdik. Bugun bizga shafaat qiladigan shafaatchilar bormidi? Yoki gunoh qilmishdan qo'l uzib, yaxshi amallarni qilish uchun dunyoga qaytarilishimizga bo'lamdigandi deydi. Ular o'zlariga ziyon soldi. Ularning Allohning shiriklari deb iftira qilgan ma'budlari ularning ko'zidan g'oyib bo'ldi. Shubhisizki Rabbinglar Alloh osmonlarni va zaminni 6 kunda, ya'ni 6 davrda yaratdi. Ondan
o'zining ulug'ligiga loyiq ravishda arsh ustida qaror oldi. Allah kechi bilan kechining qorong'uligi bilan kunduzni yopadi. Kechi bilan kunduz bir-birini qo'g'lishidi. Ya'ni davomli o'rin olmishib turdi. Allah quyosh, ay va yulduzlarni Allohning amriga bo'ysundirilguchi qilib yaratdi. Yaratish va amr qilish, ya'ni koinotni tasarruf qilish rostdanla Allohning ilkididir. Olamlarning Robbi Allohning dardisi kattadir. Rabbinglarga tuvanchilik bilan yo'shurun duo qilinglar. Duo qilganda kes-kemmas so'zlab to'lab haddidan oshirib etganlarni Allah yoqtirmaydi. Allah payg'ambarlarni avatib yer yuzini tuzgandan keyin yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar. Allohning azobidan qo'rqqan va rahmatini umid qilgan holda duo qilinglar. Shubhisizki Allohning rahmati yaxshilik qilguvchilarga yaqindir. Allohning rahmati, ya'ni yomg'ir maydonga kelish oldida Allah bishorat qilib shamollarni avatidi. Shamollar ig'ir bulutlarni ko'tirgan chaqda ularni o'lik, ya'ni qog'jirab ketgan giyohsiz joylarga surimiz. Uningdan yomg'ir yog'dirib, turlik mevalarni chiqaramiz. Ibrat elishinglar uchun zimindan mevalarni chiqargandek qiyomatda o'liklarni qabrlardan chiqaramiz. Munbat yerning giyohi Allohning izni bilan to'liq unidir. Bu va'z nasihatga quloq silib, uningdan foydalanadigan mu'minning misolidir. Nachar yerning giyohi oz o'sidi. Bu va'z nasihatdan foydalanmaydigan kofirning misolidir. Shukr qiladigan qavm uchun oyatlarimizni mo'shundoq shakllarda bayon qilamiz. Shak shubhisizki Nuhni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatdiq. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobiga qilishinglardan qo'rqaman dedi. Qavmning cho'nglari, biz seni haqiqatan ro'shan gumrohlikda ko'ramiz dedi. Nuh aytdi: ey qavmim, men qilchimi gumroh emasman, lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambardirman. Sizlarga Rabbimning elchiligini yetkazaman. Sizlarga nasihat qilaman. Men Allohning vahiy qilishi bilan sizlar bilmaydigan narsalarni bilaman. Sizlarni ogohlantirish uchun kufrdan saqlanishinglar va Allohning rahmatiga erishishinglar uchun sizlarga oranglardagi bir kishi orqali Rabbinglarning vahiysi kelishidan ajablanamsizlar? Ular Nuhni inkor qildi. Nuhni va uning bilan kemida bildi bo'lganlarni qutqizdik. Oyatlarimizni inkor qilganlarni butunlay suvga g'arq qildik. Shubhisizki ular haqni ko'rishdan dillari ko'r qavm edi. Sura A'rof tarjimasi 65-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Ad qavmiga ularning qarindoshi Hudni avatdiq. Hud: ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Uning azobidan qo'rqmamsizlar dedi. Uning qavmining iymon etmagan cho'nglari: biz seni haqiqatan ahmoq hisoblaymiz. Biz seni albatta payg'ambarlik da'voyingda yolg'onchilardan deb gumon qilamiz dedi. Hud aytdi: ey qavmim, men ahmoq emasman, lekin men olamlarning Robbi tarafidan avatilgan payg'ambarman. Sizlarga Rabbimning elchiligini yetkazaman. Men sizlarga ishonchlik nasihatchiman. Rabbinglarning vahiysi sizlarni ogohlantirish uchun
öz içinglardagi bir kishi orqali kelganligidan ajablanamsizlar? Öz vaqtida Nuhning qavmi halok bo'lgandan keyin Allohning sizlarni ularning o'rinbosarlari qilganligini, vujudinglarni qomatlik, bestlik qilganligini yod etinglar. Sizlar baxtga erishishinglar uchun Allohning ne'matlarini yod etinglar. Ular ey Hud, ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ma'budlarni tashlab, yolg'iz bir Allohga ibodat qilishimizga da'vat qilg'ili keldingmi? Agar rost so'zligichilardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirgin, dedi. Hud, sizlarga cho'qim Rabbinglarning azobi va g'azabi nozil bo'ladi. Sizlar o'zinglar va ota-bobonglar ot qo'yib olgan bu haqda ularga ibodat qilishga Alloh hech qanday dalil nozil qilmagan butlarning ismlari ustida men bilan munozirlashamsizlar? Kutinglar. Men haqiqatan sizlar bilan birlikda sizlarga nozil bo'lgan azobni kutaman, dedi. Biz Hudni va uning bilan bo'lg'uchilarni, ya'ni mu'minlarni rahmatimiz bilan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni taltuks halok qildik. Ular iymon etmagan edi. Samudga ularning qarindishi Solihni payg'ambar qilib avatdik. U, ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga haqiqatan Rabbinglar tarafidan mening payg'ambarligimni isbotlaydigan ro'shan mo'jiza keldi. Mana bu Alloh bevosita yaratgan tish to'gimi sizlarga mening mo'jizamdir. Uni Allohning ziminiga qo'yib etinglar. İxtiyori o'tlisin. Uningga ziyon zahmat yetkazmanglar. Bo'lmasa sizlarni qattiq azob aloq qiladi. Yod etinglarki, o'z vaqtida Alloh sizlarni Ad qavmidan keyin ularning o'rinbosarlari qildi. Sizlarni Hicr zaminiga o'rnashtirdi. Uning tuzlanliklariga imoratlar soldinglar. Tog'larni teshib o'ylar yasadinglar. Allohning ne'matlarini yod etinglar. Zaminda buzg'unchilik qilmanglar, dedi. Uning qavmining takabbur cho'nglari bo'zaq qilinganlarga, ya'ni ularning ichidagi mu'minlarga, sizlar Solihni uning Rabbi tarafidan avatilgan payg'ambar deb bilamsizlar, dedi. Ular, biz uning payg'ambarligiga albatta ishonamiz, dedi. Ayliq takabburlar, sizlar ishonganga biz hargiz ishonmaymiz, dedi. Ular tish to'gini bo'g'izladi. Rabbining amrini tutishdan bosh tortdi va ey Solih, rostli payg'ambarlardan bo'lsang, bizga va'da qilgan azobni keltirib boq, dedi. Ularga qattiq azob yuzlandi-da, ular uylarida o'ltirgan pet qetib qoldi. Ular halok bo'lgandan keyin ularga oqsini qildi va ey qavmim, sizlarga haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkazdim. Sizlarga nasihat qildim, lekin sizlar nasihat qilguvchilarni yoqtirmadinglar, dedi. Lotni ahli Samudga payg'ambar qilib avatdik. O'z vaqtida u o'z qavmiga ularni ayiblash yuzasidan mundaq degan edi. Sizlar shunda qabih ishni qilamsizlar? Munda qabih ishni sizlardan ilgari jahon ahlidan hech qanday odam qilmagan edi. Sizlar haqiqatan ayollarni tashlab qo'yib, erlar bilan jinsiy talabinglarni qondirsizlar. Sizlar haqiqatan haddidan oshqich qavmsizlar. Lotning qavmining birdan bir javobi, Lotni uning agashkichilari bilan qo'shib, shahringlardan chiqarib etinglar, chunki ular pok kishilardir, deyishdan iborat bo'ldi. Lotni uning xotinidan boshqa tava kishilari bilan birga uning qavmiga nozil bo'lgan azobdan qutqizdik. Faqat xotinilar shaharda qilib halok bo'lg'uchilardan bo'ldi. Ularga bir turlik yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Gunohkorlarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qarag'in. Madian xalqiga
ularning qarindishi Shuaybni payg'ambar qilib avatdi. U o'z qavmiga aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sizlarga Rabbinglardan haqiqatan mening rostligimni isbotlaydigan mo'jiza keldi. O'lchamni va tarozini to'g'rilanglar. Kishilarning narsalarini kambamanglar. Allah payg'ambarlarini avatib, zaminni tuzgandan keyin zaminda gunohlar qilib, buzg'unchilik qilmanglar. Agar mu'min bo'lsanglar, ana shu sizlar uchun yaxshidir. Sizlar Allohga iymon etganlarni qo'rqitgan, Allohning yo'lidan to'sgan va u yo'lning agarligini tilagan holda yo'llarda o'ltirmanglar. Aslida sizlar oz edinglar. Allohning sizlarning soninglarni ko'paytganligini yod etinglar. Buzuqchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaranglar. Agar sizlardan bir guruh odam mening payg'ambarlarimga ishongan, mening payg'ambarligimga ishongan, yana bir guruh odam ishonmagan bo'lsa, Alloh bizning aramizda hukm chiqarg'icha sabr qilib turinglar. Alloh hukm chiqarg'ichilarning eng yaxshisidir. Shuayb qavmining iymondan bosh tortgan takabbur cho'nglari: "Ey Shuayb, seni cho'qim agesh kishilaring, ya'ni sana iymon etganlar bilan qo'shib shahrimizdan haydab chiqaramiz. Yoki cho'qim bizning dinimizga qaytishinglar kerak", dedi. Shuayb: "Biz buning har ikkisini yomon ko'radigan tursak, bizni yanala shuningga majbur qilamsizlar", dedi. Shuayb yana aytdi: "Allah bizni sizlarning dininglardan qutuldirgandan keyin uningga qaytsak, albatta Allohga yolg'on choplagan bo'lamiz. Rabbimiz Alloh xolisila biz sizlarning dininglarga qaytmaymiz. Rabbimizning ilmi hammani o'z ichiga oladi. Allohga tavakkul qildik, ya'ni hamma ishimizni Allohga topshiramiz. Rabbimiz biz bilan qavmimizning orasida haq hukm chiqargan. Sen hukm chiqarg'uvchilarning eng yaxshisidirsan." Uning qavmining iymonsiz cho'nglari: "Agar sizlar Shuaybga ergashsanglar, shubhisizki cho'qim ziyon tortisizlar", dedi. Ularga qattiq zilzila yuzlandi. Ular uylarida o'ltirgan payt qaytib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar Allohning halok qilishi bilan go'yo bu yerda turmagandek, ya'ni yashamagandek bo'lib qoldi. Shuaybni inkor qilganlar ziyon tortqichlardan bo'ldi. Shuayb ularga oqsini qilib: "Ey qavmim, sizlarga men haqiqatan Rabbimning elchiligini yetkizdim va nasihat qildim. Men qandoqmi kofir qavmga qayg'uray", dedi. "Biz mayli qaysi shaharga bo'lsin, biror payg'ambar avatgan bo'lsak, shahar ahli uni inkor qilgan bo'lsa, ularning Allohga yolvurishlari, tavba qilishlari uchun ularni namratlikqa, kasallikka giribtor qildik. Ondan ularning beshiga kelgan kulfatni ne'matga aylantirdik. Shuning bilan ular ko'paydi. Ular bizning ota-bobolarimizning beshiga haqiqatan kulfatlar, ne'matlar kelgan edi. Bu zamonning odati, Alloh tarafidan kelgan uqubat emas", dedi. Ular xabarsiz turganda ularni ushtumtut halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Payg'ambarlarni inkor qiladigan shaharlarning aholisi bizning azobimizning o'zlariga kechisi g'aflatda uxlayotganliklarida kelishidan qo'rqmamdi. Shaharlar aholisi bizning azobimizning tush vaqtida ular o'ynab turganlarida kelishidan qo'rqmamdi. Ular
Allah'ın mekrinden, yani ula tuyuksuz tuğanda Allah'ın azap nazil kılışıdan korkmamdı. Fakat ziyan tatqıcı kavimler Allah'ın mekrinden korkmaydı. Zamanның ilgiri halak bolğandan keyin zamanğa varis bolğuchilarni xalasak gunohi tufaylidan halak qiladiganligimiz, dillerini pechatlab etadiganligimiz ularga, ya'ni zamanğa varis qilg'uchilarga ayon bo'lmadimi? Ular haq so'zni anglamaydi. Ashu shaharlar aholisining ba'zi xabarlarini ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam sana hikoya qilib beramiz. Shak shubhisizki payg'ambarlari ularga mo'jizalar elib kelgan edi. Ular ilgari haqni inkor qilganliklari uchun u mo'jizalarga iymon etmadi. Allah kafirlarning dillarini ana shundoq pechatlaydi. Ularning to'lisining bergan va'dasiga vafo qiladiganligini bayqamadik. Ularning to'lisining shaksiz fosiqlar, ya'ni Allohning amr farmonlaridan bosh tortquchilar ekanligini bayqadik. Mazkur payg'ambarlardan keyin Musa'ni mo'jizalarimiz bilan Misrning Musa zamonidagi podshohi Fir'avnga va uning qavmining cho'nglariga payg'ambar qilib avatdik. Ular bu mo'jizalarni inkor qildi. Buzg'unchilik qilg'uvchilarning oqibatining qandoq bo'ladiganligiga qaragan. Musa aytdi: Ey Fir'avn, men haqiqatan olamlarning Rabbi avatgan payg'ambarman. Allah nomidan faqat haqiqatdan boshqani aytmaslikqa loyiqman. Rostdanla Rabbinglar tarafidan sizlarga mening rostligimni isbotlaydigan bir mo'jiza ilib keldim. Shuning uchun Isroil avlodini men bilan qo'yib bergin. Men bilan billa ota-bobolarining vatani muqaddas zaminga bosin. Fir'avn Musaga: agar sen Rabbing tarafidan bir mo'jiza elib kelgan bo'lsang, bu da'voyingda rostchilardan bo'lsang, uni bizga ko'rsatgin dedi. Musa hassin tashlab edi, u nagahan oshkor bir ajdahoga aylandi. Qo'lini qo'ltiqidan chiqarib edi, u nagahan qarag'uchilarga nur chaqnib turadigan oppoq bo'lib ko'rindi. Fir'avn qavmining cho'nglari aytdi. Bu haqiqatan nihoyat usta sehrgar ekan. U sizlarni zamininglar, ya'ni Misr zaminidan haydab chiqarib o'tmoqchi. Nima maslahat bersizlar? Ular aytdi: ularning ishini o'zing bir fikrga kelganga qadar ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiquvchi kishilarni avatgin. Ular barliq usta sehrgarlarni sening huzuringga elib kelsin. Fir'avn sehrgarlarini yig'ishga odamlarni avatdi. Sehrgarlar Fir'avnning qishig'i keldi. Ular: agar biz g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi dedi. Fir'avn: ha, mukofot berildi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin kishilarim bo'lib qolasizlar dedi. Ular, ya'ni sehrgarlar: ey Musa, Hasanni sen avval tashlamsan yoki biz o'zimizningkini avval tashlamdik dedi. Musa: sizlar tashlanglar dedi. Ular asa og'amchilarini tashlab kishilarning ko'zlarini bog'ladi. Ularni, ya'ni kishilarni qattiq cho'yishtirib etdi. Ular kishilarning ko'zlariga cho'ng ko'rinadigan sehrni ko'rsatdi. Musa: Hasanni tashlag'in. Musaga: Hasanni tashlag'in deb vahiy qildik. Musa Hasan tashlab edi, u ajdahoga aylanib, bularning o'ydirma narslarini darhol yutib etdi. Haqiqat oshkor bo'ldi. Ularning ko'rsatgan sehrlari barbod bo'ldi. Bu yerda ular, ya'ni Fir'avn bilan qavmi mag'lub bo'ldi. Har bo'lgan holda shaharga qaytdi. Sehrgarlar sajdaga bordi. Ular dedi: olamlarning Rabbiga iymon etdik.
Musa ve Harun'un Rabbiga iman etdik. Firavun etti. Sizler men ruhsat qilmay turib Musaga iman etdinglar. Bu çoqum sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib ondan planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilsizlar. Sizlarning qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l putinglar bilan o'ng qo'linglarni cho'qim kesiman. Ondan hammanglarni cho'qim darg'a isib o'ltiraman. Sehrgarlar aytdi. Biz albatta Rabbimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Sen bizni faqat Rabbimizning bizga nozil qilgan oyatlariga iymon etganligimiz uchun ayblayapsan. Rabbimiz bizga sabr ato qilgan. Bizni musulmon petimizcha qabzroq qilgan. Firavun qavmining cho'nglari Firavunga Musa bilan uning qavmini ziminda fitna fasod tug'dirishga, seni va sening ilohlaringni tashlashga qo'yib etamsan dedi. Firavun ularning bolalarni o'ltiramiz, ayollarni bo'lsa xizmatga selishga qoldirib qo'yamiz. Biz albatta ularning ustidan hukmronlik qilamiz dedi. Musa o'z qavmiga: Allohdan madad tilanglar. Sabr qilinglar. Yer yuzi haqiqatan Allohning mulkidir. Allah onun bandalaridan o'z xohlagan kishilarni varis qiladi. Yaxshi oqibat taqvodorlarga mansub dedi. Ular: sen bizga kelishdan burunmi, kelgandan keyinmi hamon xorlinib keldik dedi. Musa: Rabbinglarning dushmaninglarni halok qilishi, Misr zaminida ularning o'rniga sizlarni dastitishi, sizlarning qandoq ish qilganliginglarga qarshimi haqiqatdir dedi. Allohga qasamki, biz haqiqatan Firavun va uning tavalarining ibrat elishlari uchun ularni qahatchilik bilan mevalarining hosulini kamaytib yetish bilan sinadik. Ular agar farovonlik, mo'lchilikdek biror yaxshilikqa erishsa, biz buningga haqliqmiz deydi. Agar ularga biror yomonlik kelsa, ular bu Musa va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarning shumligidan keldi deydi. Ularga yetgan yaxshilik bilan yomonlik Musaning shumligidan emas, Allohning taqdiridir. Lekin ularning to'lisi buni, ya'ni ularga kelgan balo qadoning o'z gunohlari tufayli Allah tarafidan kelganligini uqmaydi. Ular, ya'ni Firavun qavmi, ko'zimizni bog'lash uchun har qanday mo'jiza keltirsangmi, biz sana hargiz ishonmaymiz dedi. Ularga suv opti, chekatga, pit, paqa, qon balalarini ro'shan mo'jizalar qilib avatdik. Allohga iymon etishga ularning gadangashlikka yo'l qo'ymadi. Ular gunohkor qavm bo'ldi. Ularga balo nozil bo'lganda ular: ey Musa, Rabbingga o'zining sana ato qilgan ahdi bilan, ya'ni sana bergan payg'ambarlikning haqiqiy hurmati bilan bizdan baloni ko'tarib etishga duo qilsang, Alloh qasamki, agar bizdan baloni ko'tarib etsang, sana cho'qim iymon etimiz. İsrail avlodini cho'qim sen bilan birga qo'yib beramiz degan edi. Ulardan baloni vaqtliq ko'tarib etgan chig'imizda ular to'satdan ahdillarini buzdi. Oyatlarimizni inkor qilganliklari va oyatlarimizdan g'ofil bo'lganliklari uchun ularni dengizga g'arq qilib jazoladik. Bo'zaq qilingan qavmni, ya'ni Bani Isroilni biz barakatli qilgan Sham zaminining sharq taraflariga va g'arb taraflariga, ya'ni hamma tarafga varis qildik. İsrail avlodi sabr qilganliklari uchun Rabbingning ularga qilgan chiroyli va'dasi to'liq ishga oshdi. Firavun va uning qavmining sog'anlari, ya'ni imoratlarini va yasag'anlari, ya'ni bog'lari va ekinzorliklarini vayron qildik. İsrail avlodini biz Qulzum dengizidan o'tkazib etdik. Ular
butlariga cho'qinayotgan bir qavmning yenidan o'tganda, ey Musa, bizga ularning butlariga o'xshash but o'rnatib bergin dedi. Musa, sizlar haqiqatan nodon qavm ekansizlar dedi. Shubhisizki, aşı kishilarning botil dinlari gumron bo'lg'usidir. Ularning qilgan amallari bekordir. Musa, Allah sizlarni zamoninglardagi jahon ahlidan ortiq qilgan tursa, sizlarga uningdan boshqa iloh izdamdim dedi. O'z vaqtida sizlarni Fir'avnning qavmidan qutqizdik. Ular sizlarga qattiq azobni tetitdi. O'g'illaringlarni o'ltiratdi, ayollaringlarni xo'rlab ishlatishga elib qolatdi. Buningda Rabbinglardan sizlarga zo'r sinoq bor edi. Musa bizga munojat qilishga 30 kechini va'da qildik. Uningga yana 10 kechini qo'shdik. Shuning bilan Rabbingning va'da qilgan vaqti 40 kecha bo'ldi. Musa qarindishi Harunga, men qaytib kelgan qadar qavmimga mening o'rin basarim bo'lib turgan. Ularning ishini tuzgin. Buzuqchilik qilguvchilarning yo'lida mangmag'in dedi. Sura A'raf tercümesi 143. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Musa biz va'da qilgan vaqtda kelgan ve Rabbi onunğa bevosita söz qilgan chaqda, Rabbim bana o'zingni ko'rsatgin, seni bir ko'rib olay dedi. Allah, meni bu dünyada hergiz ko'rolmaysan, chunki insonning bu ojiz teni bunga taqat qilolmaydi. Lekin taq qarag'in, agar tog' o'rnida mahkam tura olsa, meni ko'ralaysan dedi. Rabbi taqqa tajalli qilish bilan tog'ni tüp-tüz qilaverdi. Musa behush bo'lib yiqildi. U hushiga kelib, Rabbim, sen paktursan, sana tavba qildim. Men sening ulug'lig'ingga ishonguvchilarning avvaliman dedi. Allah aytdi, ey Musa, men haqiqatan seni zamoningdagi kishilar orasidan payg'ambarlikka va men bilan bevosita so'zlashga tanladim. Sana men ato qilgan payg'ambarlikni qabul qilgan ve şükür qilg'uvchilardan bo'lgin. Biz onun için Tevrat taxtalarına İsrail avladi dinde muhtaç bo'lgan va'z nasihat dini ahkamlarning hammasini tafsili yazdık. Ey Musa, onu yani Tevratni mahkam tutqin. Hem de qavmingni uningdagi en güzel ahkamlarga amal qilishga buyurgan. Sizlarga fasiqlar yani Fir'avn ve onun qavmining diyorini ko'rsataman. Yeryüzüde nahaq takabburlik qiladiganlarga mening oyatlarimni fahim qildirmayman. Ular barliq mo'jizalarni ko'rgandimi, uningga ishonmaydi. Ular agar to'g'ri yo'lni ko'rsa, uningda mangmaydi. Gumrohlik yo'lini ko'rsa, uningda mangadi. Bu shuning uchunki ular bizning oyatlarimizni inkor qildi ve onundan g'afil bo'ldi. Bizning oyatlarimizni ve oxiratda Allohga muloqot bo'lishni inkor qilganlarning qilgan yaxshi amallari iymoni bo'lmaganligi uchun bekor bo'lib ketdi. Ularga faqat qilgan amallariga yarasha jazo berildi. Musa'nın qavmi Musa'dan keyin, yani Musa Rabbiga munojat qilish uchun tur teqiga ketgandan keyin zinnat buyumlaridan mo'zaydak ovoz chiqaradigan bir jonsiz mo'zay yasadi. Ular mo'zayning o'zlariga so'zlayolmaydiganligini, yo'l ko'rsatolmaydiganligini ko'rmadimi? Ular uni ma'bud qilib oldi. Ular o'zlariga zulm qilg'uchi bo'ldi. Ular mo'zayga cho'qinganliklariga pushaymon qilgan ve rast ozganlıklarını düşüngen çağda
agar Rabbimiz bizga rahim qilmasa va mag'firat qilmasa, biz albatta ziyon tortquchilardan bo'lamiz, dedi. Musa g'azablangan, g'amkin oldi qaytib kelib qavmiga. Men yo'q chaqda muzayga cho'qinib, naqadar yomon ish qildinglar, ha? Kutib turmay Rabbinglarning amriga oldirab ketdinglarmi? dedi va g'azablanganlikdan Tavrat taxtalarini yerga tashladi. Qarindishining chechidan tutib o'z tarpiga tortdi. Harun aytdi: "Ey qarindishim, bu qavmim meni bozak topdi. Meni o'ltirib etkili tas qoldi. Meni dushmanlarga taparruj qilib bermagan. Meni zolim qavm, ya'ni muzayga cho'qinganlar qatorida sanamagan." Musa aytdi: "Rabbim manga va mening qarindishimga mag'firat qilgin. Bizni rahmeting doirasiga kirgizgin. Sen eng rahim qilg'uchi zotdirsan. Shubhisizki muzayni ma'bud qilib olganlar Rabbining g'azabiga uchraydi. Bu dunyoda xorliq qoladi. Allohga bo'hton qilg'uvchilarga biz mushundoq jazo beramiz. Yomon ishlarni qilib qo'yib, keyin tavba qilgan va iymonida samimiy bo'lganlarni tavbasidan keyin Rabbing albatta mag'firat qiladi. Ularga rahim qiladi." Musa g'azabi besilgandan keyin yerda yotgan Tavrat taxtalarini oldi. Uningda Rabbidan qo'rquvchilarga hidoyat qilindi va rahmat qilindi deb yozilgan edi. Musa biz belgilab bergan vaqtda elib kelish uchun o'z qavmidan 70 kishini tanladi. Ularga zilzila yuzlanganda Musa: "Rabbim, xohlagan bo'lsang ularni va meni burunli halok qilgan bo'larding. Aramizdagi ahmoqlarning qilmishi tufaylidan bizni halok qilamsan. Bu faqat sening siniqingdir. Shu orqali xohlagan bandangni ozdirsan, xohlagan bandangni hidoyat qilasan. Sen bizning egimizsan. Bizga mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen eng yaxshi mag'firat qilg'uchisan. Bizga bu dunyoda va oxiratda tegishli yaxshilik qilgin. Biz haqiqatan sana tavba qildik", dedi. Alloh aytdi: "Azobim bilan bandalarimdan xohlagan kishini azoblayman. Mening rahmetim mahluqotning hammasiga o'rtaqdir. Rahmetimni kufrdan va gunohdan saqlang'uvchilarga, mollarining zakatini berdiganlarga va bizning oyatlarimizga iymon etganlarga tegishli qilaman. Ular elchiga, ummi payg'ambarga, ya'ni Muhammad alayhisalomga ergishidi. Ular o'z ilkidagi Tavrat, İncillarda uning sifatining yozilganligini ko'rdi. U ularni yaxshi ish qilishga buyurdi. Yomon ish qilishdan to'sidi. Ularga pok narsalarni halol qildi. Nopok narsalarni harom qildi. Ularning eg'ir yukini yengiltidi. Ularni selingan taqoq ko'zi kishanlardan bo'shtidi. Ya'ni ularga yuklangan eg'ir vazifalarni elib tashlaydi. Uningga iymon etganlar, uni hurmatlaganlar, uningga yordam berganlar, uningga nozil qilingan nur, ya'ni Qur'onga ergashuvchilar baxtga erishuvchilardir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki: "Ey insonlar, men haqiqatan sizlarning hammanglarga Alloh tarafidan avatilgan elchiman. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Alloh tirildirdi va o'ltirdi. Allohga va Allohning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummi payg'ambarga iymon keltiringlar. Hidoyat tepishinglar uchun uningga ergishinglar." Musaning qavmining, ya'ni Bani Isroilning ichida kishilarni haq bilan to'g'ri yo'lga boshlaydigan, haq bilan to'g'ri hukm qiladigan bir jamoa bor. Ular, ya'ni Isroilni 12 tarmoqqa, ya'ni
qabilaga jamoalar qilib bo'lib etdik. Musaning qavmi bayavanda uningdan suv talab qilganda Musaga Hasan bilan toshni o'g'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan toshni urib edi, uningdan qabilalarning soni bo'yicha 12 buloq etilib chiqdi. Har qabila o'zining suv ichadigan o'rnini bildi. Ularga bulutni soyvan qilib berdik. Ularga taranjibin bilan bo'dunini tushirib berdik. Ularga aytdikki, sizlar biz rizqlandirgan lazzatli narsalardan yenglar. Ular bu ulug' ne'matlarga nonko'rlik qilish bilan bizga ziyon solg'ini yo'q. O'zlarini Allohning azobiga duchor qilishlari bilan o'zlari zulm soldi. O'z vaqtida biz ularga, ya'ni Bani Isroilning ota-bobolarga, sizlar bu shahar, ya'ni Baytul Muqaddasda turinglar. U yerdagi yemekliklardan xolig'ininglarcha yenglar. Shahar darvozasidan sajda qilgan holda kiringlar. Kirayotgan chig'inglarda ey Alloh, gunohlarimizni kechirgin denglar. Jimi gunohinglarni mag'firat qilamiz. Yaxshilik qilguvchilarga savobini ziyoda beramiz dedik. Ularning ichidagi zolimlar ularga aytilgan so'z Allohning amrini boshqa so'zlarga o'zgartib etdi. Ular zulm qilganliklari uchun ularga osmondan azob avatdi. Ular, ya'ni Yahudilardan dengiz, ya'ni Qulzum dengizi bo'yidagi Ayla shahrining ahvolini so'ragan. Uning aholisi baliq tutish cheklangan kun shanbada Allohning cheklamasidan chiqatdi. Chunki shanba kuni baliqlar suv ustidan ularning oldiga keladi. Shanbadan g'ayri kunlarda ularning oldiga kelmaydi. Pasx bo'lganliklari uchun ularni mo'shundaq sinaymiz. O'z vaqtida ularning ichidagi bir jamoa odamlar Allah halok qiladigan yoki qattiq azoblaydigan qavmga nima uchun vaz nasihat qilsizlar dedi. Ular, ya'ni vaz nasihat qilguvchilar, Rabbinglarning oldida gunohga sukut qilib turdik deb o'zlari aytmasligimiz va ularning Allohdan qo'rqib gunohdan cheklanishlarini umid qilganligimiz uchun shunday qildik dedi. Ular o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilmagan chaqda yomon ishdan man'i qilguvchilarni qutqizdik. Allohning amridan chiqqanliklari uchun zolimlarni qattiq azobga duchor qildik. Ular nahiy qilingan narsani tark etishdan bosh tortganliklari uchun ularga har maymun bo'lib ketinglar dedik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, o'z vaqtida Rabbing ularga, ya'ni Yahudilarga qiyomatgacha cho'qim qattiq azoblaydigan kishilarni avatib turadiganligini xabar qildi. Shubhisizki Rabbing osiylik qilguvchilarni albatta tiz jazolag'uchidir. İtaat qilguvchilarga albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. Ularni, ya'ni Yahudilarni yer yuzida turli firqalarga bo'lib etdik. Ularning ichida yaxshilarimi bor, yaxshilaridan tuvanlarimi bor. Ularning kufrdan va gunohdan qaytishlari uchun ularni qattiqchilik va kengchilik bilan sinadik. Ulardan keyin yomon avlodlar Tavratga varislik qildi. Ular bu dunyoning arzimas pul milini halol bilan haromni ayirmay qari quyuq oladi va bizni Alloh afv qiladi deydi. Shundaq pul mal ularning qo'liga kelsa, ular yana oladi. Kitobda, ya'ni Tavratda Allohga yolg'on chaplamay faqat haqni aytishlari to'g'riliq ulardan chin va'da ilinmadimi? Halbuki ular Tavratdagi narsalarni o'qigan edi. Haromni tark etib Allohdan qo'rqadiganlarga oxirat yaxshidir. Buni tushunmamsizlar?
kitobni mahkam tutadiganlar, namoz o'qiydiganlar savobga erishadi. Biz yaxshi ish qiluvchilarning ajrini haqiqatan zoya qilib etmaymiz. O'z vaqtida Tur tağını qo'murib, ularning ustiga soyivandek tikladik. Ular tog'ni ustilariga tushib ketadi deb o'yladi. Ular aytdiki, taqvodorlar qatorida bo'lishinglar uchun o'zinglarga berilgan kitobni, ya'ni Tavratni mahkam tutinglar. Uningdagi ahkamlarga amal qilinglar. O'z vaqtida Rabbing odam bolalarini, ya'ni neslini ularning otalarının pushtidan chiqadi ve ularni o'zlariga guvoh qilib, "Men sizlarning Rabbinglar emasmi?" dedi. Ya'ni Allah o'zining ularning Rabbi ekanligiga ve birligiga odam bolalarini iqro qildirdi. Ular iqro qilib, buni o'z ustiga oldi. Ular, "Ha, sen bizning Rabbimizdirsan, guvohlik berdik" dedi. Ularni guvohlik berganligimiz, guvohlik bergizganligimiz qiyomat kuni ularning biz buningdan g'aflat qolgan ekanmiz demasliklari yoki ota bobolarimiz ilgari sana butlarni shirik keltirgan edi. Bizning faqat ularning avlodi bo'lib qolgan yerimiz bor. Ya'ni bizning o'zimiz bor. Gumrohlarning qilmishlari tufaylidan bizni halok qilamsan demasliklar uchundir. O'z vaqtida Rabbing odam bolalarini, ya'ni neslini ularning gumrohlikdan ota bobolariga agishishdan qaytishlari uchun oyatlarimizni mushundaq tafsili bayon qilamiz. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ular, ya'ni Yahudilarga shundaq bir odamning qissasini o'qib berginki, uningga oyatlarimizni berdik. Ya'ni Kitobullohning ba'zi ilmlarini o'rgatdik. U oyatlarimizdan o'zini tatdi. Uningga shayton opiridi bo'lishi bilanla gumrohlardan bo'lib ketdi. Eğer biz xalasak, onu taqvodor ölüm ala derecesiga ko'taratdik. Lekin u dunyoga berilib ketdi. Nefs xohishiga bo'ysundi. U go'yo bir itga o'xshaydi-ki, uni qo'g'lab etsangmi, tilini chiqarib asiraydi. Qo'g'lab etmasangmi, tilini chiqarib asiraydi. Bu bizning oyatlarimizni inkor qilgan ayni shu qavmning misolidir. O'ylab beqishlari uchun bu qissani qavminga so'zlab bergan. Bizning oyatlarimizni inkor qilib, o'zlariga ziyon solgan qavmning misoli nima degan yomon? Allah hidoyat qilgan odam hidoyat topquchidir. Allah gumroh qilgan odam ziyon tortquchidir. Şek şübhisizki cin ve insanlardan nurg'unlarini devzaqqa yıqılğı boluş için yarattık. Ula dilleri boğunu bilenmi, o arqılıq haqqını düşenmeydi. Ula közleri boğan bilenmi, o arqılıq Allah'ın kudretinin delillerini köymeydi. Ula kulakları boğunu bilenmi, o arqılıq Allah'ın ayetlerini ibret ilip tanışmaydı. Ula goya hayvanga o'xshaydi. Hayvandan mu better gumrohdir. Ayni shular g'ofildir. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini keskenmez qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Biz yaratgan ümmetler içinde haq yolga davet kılıdığan ve haqni çın turadigan bir ümmet var. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni tuydurmasdan asta halokatga yaqinlashtiramiz. Ularga mühlet berman. Mening azobim haqiqatan qattiqdir.
Ula özünün hemrahi, yani Muhammed aleyhisselamның mecnun emasligini o'ylamamdı. U faqat oshkor agahlandırğuçudur. Ula osmonlarning ve ziminning saltanati ustida Allah'ның yaratgan mahluqatlari özlerinin acili yıkılışıdığanlıqının mümkünlüğü ustida fikir yürgizmemdi. Ula kalamullah ikenligi şuncha ro'shan bo'lgan Qur'ondan boshqa yana qaysi so'zga ishonadi? Allah azdurgan kishini hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. Allah ularni gumrohliklarida qo'yib berdi-ki, ular tengirqab yurdi. Ey Muhammed sallallohu alayhi vasallam, ular sendan qiyomatning qachon bo'ladiganligini so'raydi. Aytqinki, uning qachon bo'ladiganligini faqat Rabbim Alloh biladi. Uni faqat o'zi belgilagan vaqtda maydonga chiqaradi. Qiyomat va zaminning ahliga ig'ir voqeadir. U sizlarga tuyuqsiz keladi. Go'yo sen qiyomat bilan nihoyat tonishdek uni sendan so'rashidi. Aytqinki, uning vaqtini faqat Alloh biladi. Lekin kishilarning to'lisi uning vaqtining maxfiy bo'lishidagi sababini bilmaydi. Allah xohlamagan ekan o'zimga foyda yetkazish, ziyonni o'zimdan daf'i qilish qo'limdan kelmaydi. Qiyomatning qachon bo'lishini qandoqmi bilay? Agar men g'aybni biladigan bo'lsam, dunyo manfaatlaridan nurg'un manfaat hosil qilgan bo'lardim. Ziyon zahmatga uchirmagan bo'lardim. Lekin men g'aybni bilmayman. Shunga menga taqdir qilingan yaxshi yomonlik yetib turdi. Men faqat iymon etadigan qavm uchun ogohlantiruvchi va xush xabar bergich qilib avatilgan payg'ambarman. U sizlarni bir jondan, ya'ni Odam alayhisalomdan yaratdi. Odam alayhisalomning unisi ulpat elishi uchun xotinini, ya'ni Havvoni uning o'z jinsidan yaratdi. Xotini bilan yaqinchilik qilgandan keyin xotini yenikkina qo'saq ko'tarib ig'ir bo'y yurdi. U balaning qo'saqda o'sib cho'ngishi bilan ig'irlashgandan keyin xotin ikkaylan Rabbi Allohga, agar bizga a'zolari bijirim farzand ato qilsang, ne'matingga albatta shukr qilg'uchilardan bo'lamiz deb duo qildi. Allah ularga bijirim o'g'il farzand ato qilgan edi. Ularning avlodi Allohga shirik keltirib butlarga cho'qindi. Allah ularning shirik keltirgan ma'budlardan pokdir. Özleri yaratilgan, hech narsani yaratolmaydigan narsalarni, ya'ni butlarni Allohga shirik keltiramdi. U narsalar cho'qing'ichilarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Ularni to'g'ri yo'lga chaqirsanglar, ular sizlarga ergashmaydi. Mayli ularni da'vat qilinglar yoki jim turinglar, bu ular uchun baribir o'xshash. Ya'ni sizlar qaysi holatda bo'lmanglar, ular sizlarning da'vatinglarga javob qaytarish qodir emasdir. Sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan butlar sizlarga o'xshash maxluqlardir. Ularni iloh degan da'voyinglarda rostchil bo'lsanglar, ularga duo qilib beqinglar. Duoyinglarni ijobat qilib baqsin. Ular, ya'ni butlarning mang'idigan putlari bormi? Yoki tutadigan qo'llari bormi? Yoki ko'radigan ko'zlari bormi va anglaydigan quloqlari bormi? Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga aytqinki, shiriklaringlarni, ya'ni butlaringlarni menga qarshi chaqiringlar. Ondan qo'linglardan kelishicha menga ziyonkashlik qilinglar. Azroqmi muhlat bermanglar. Men Allohga yo'langanligim uchun sizlarga parvo qilmayman. Haqiqatan kitobni, ya'ni Qur'onni nozil qilgan Alloh mening egamdir. U yaxshilarga egidorchilik qiladi. Sizlarning Allohni qo'yib ibodat qilgan butlaringlar sizlarga yordam berolmaydi. O'zlariga yordam berolmaydi. Agar ularni hidoyatga da'vat qilsanglar, ular hidoyat topmoq tugul da'vatingni anglamaydi.
Ular sana qarab turgandek görünsümü, lekin ular köymeydi. Bunu dost tutqin. Yaxşılıqqa, yani yaxşı söz qilishqa, yaxşı iş qilishqa buyurğin. Nadanlar bilen teng bolmagın. Yani nadanlarning qiyğinini qilmay, ularga mulayim bolgin. Eğer şeytan sana vesves qilsa, şeytanning vesvesidan Allohga sig'inib panoh tiligin. Allah hakikaten sözünü anlap turgucudur, işini bilip turgucudur. Takvadar kişiler şeytanın vesvesesiga uçursa Allah'ını esleydi de hakikatini körüp elip şeytanın vesvesinden halas tapıdı. Şeytanlar kuffar buraderlerini buluşçu azdırdı. Ulanı azdırıştın boş çıpkanmaydı. Ula talep kıygan mücizelerden birer mücizini keltürmesen onu nimişka özün icat kılmadığın deyişidir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ula aytqin ki iş mening ilkimde emas. Men fakat Rabbim tarafından bana vahiy qilinganga amal qilaman. Özlikimden möciz yaratolmayman. Bu Kur'an'da sizlarga Rabbinglar tarafından keltirilgan dalillardir. Kur'an başka möcizelerge ihtiyaç kaldırmaydı. İman etgan kavim için hidayettir ve rahmettir. Allah'ın rahmetiga erişişinler için Kur'an okulgan çağda onu dikkat bilen anlanglar ve jim turunglar, yani söz kılmanglar. Rabbingni yelingan ve onundan qo'rqqan alda içingda yad etkin. Etigen akşamda onu pes avazda zikr kılgın. Gafillardan bolmagın. Rabbingning dergahidikiler, yani periştiler Allah'a ibadet kılıştın baş tartmaydı. Allah'a tesbih eytidu ve onunla secde kıldı.